Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana qara, balki sen ham namoz o'qishni boshlarsan endi. Hijobga kirdingiz. Bir og'iz so'zingiz bilan meni itoat qilib kirdim. Bir kun namoz ham o'qirman. Mana qara, o'qisang o'zing uchun o'qiysan, men uchun emas. Feroz tushunsanmi? Men bu telefonni berib turginni. Sen mana shu telefonda o'tiraverib, valaqlashaverib, bekorga umringni, vaqtingni sarflayapsan, bilasan? Nuqul mana shu telefonda o'tirasan. Odamni jahlini chiqaradi mana shu qiliqlaring, bilasanmi? Odamga o'xshab gapiraman, telefondan bo'shamaysan. Undan ko'ra hech bo'lmaganda namoz o'qimaganingga yarasha ma'ruza eshit, hech bo'lmasa o'qi, kitoblar bor-ku, elektronik bo'lsa ham. Qo'lingda imkoniyat bo'lib turibdi-da, hech bo'lmasa ayol kishini oiladagi o'rni haqida bilgin, internetdan bo'lsa ham. Yo hech bo'lmasa soliha ayol qanaqa bo'lishini bilgin.